هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor Mana bu Rasulullah programımızın 26. sanını görüşünlərdən qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz həmanlağı məlum boğandak biz bu mübarək uluq ay başlanğan gündən tatib hər günü şu saatlarda ekranlarda buluvatqan bu güzel programımız bir qancha gündən keyin inşallah axırlaşıdı. Bu mübarək ayınınki fəziletidən bu peyzini sürgeç, süyümlük Peygamberimiz, Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yani şu güzel ahlakı, iş hareketleri, sünnetini hayatımızda özleştirip bu özgürlüş eyi boğan ayının faziletine texinmek bir mana koşup özümüz özgürlüş bilen belge çıkıp giteydi diyen ümit bilen başlayan programımız her günü farklı mavzular bilen devamlaşıp kilovatıdı. Rabbim inşallah bu mübarek ayda başlatkan her ikitimizge, bu tirişçallığımızga bereket verip başkışı bir şekilde kiler yıl Ramazan gep boğuça saklap kalalaydıgan, boran çapkullarda tevrap kanmaydıgan derecedeki iman, ahlak, ata kılışını Rabbimden tövbençekten sorayımız kadarlık kardeşler. Hem biz diginimdeki her programda farklı mavzu toxtuluvatımız. Şundaqla bugün alayda toxtuluşq tegishli bo'lgan masala bütün dünyadaki İslam dünyasida köpligen yerlerde bugün İstanbul'da hem Uygurlarımız bir qancha saatlerden keyin inşallah tüneş faaliyeti elib bardı ve bizni körüvatqan O'rta Asiyada bolsun hem yeldeki qarindoshlarimiz alayda 27. kechini bak qadrlab ching tutib har xil ibodatlar bilan mashg'ul bo'lgan kunlar bu kunlarninki bu mübarek minutlarda hem bizler için dua kılıp koşulmanı tövbençekten sorayımız şu icabetli dualarında bu nikinki hizmetlerimiz için hem güzel hizmetlerini ro'yobga chiqarishimizga tilakdoshlik bo'lishinglarni umid qilamiz. Programımızın daimlik mehmini amallar tunuşuq bo'lgan da'vatchi Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi hurmatli ustoz Habibullah Ko'sanining taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun oldindan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz programımız Nəhməydən daxil oldu. Ekran aldı çıxdırıyotqan numaralar arqalıq bizge programa alaqadar suallarını, soruşunlarını yoki fikirlərini berişinizni ümid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshimizning foydalanishi uchun programmani ham bahrlashni ham unutmaysizlar. Her bölümde ayrım bir tema to'xtalib kelayotganimizdek bugungi baş temamiz Rasulullah ve sınaq. Yani imtihan, bala, qaza degandek hukmlarga ega bo'lgan bu mavzu atrofida suhbat elib boramiz inşallah. Albatta bugun yani sınaq, imtihan, bala, qaza degan bu so'z tilga elingan vaqtida bo'lib biz xalqimizning orasida yani bugun kundek biz yashayotgan ahvolimiz vatanning ichi bo'lsin, sirti bo'lsin. Yani en ig'ir bala, qazalarni nurg'un imtihonlarga tutilyapmiz endi. Xalqimiz vatanning ichidagi millionlagan xalqimiz tasvirligisiz ig'ir zulümlarga her xil bastırışlarga uchrayotgandek biz chet elda erkin dunyoda yurgan bo'lsakmi moddiy jihatdan hamma narsamiz tal bo'lgan bo'lsa-mu yuraklerimizning parisi bo'lgan yaxshi ko'rganlarimiz, ota-onalarimiz, urug' tuqqanlarimiz bularning hammasi ichinishli holatda o'lik tirikligini bilmaydigan bir shaklda bo'lganligi uchun mayli dunyoning eng taraqqiy qilgan davlatda yashayotgan inson bo'lsa-mu moddiy jihatdan rahat farog'atning ichida yashayotgan bo'lsa-mu yuragining ichida bir yerlari kuyayotgan, ichishayotgan shaklda u sınaq bir imtihonga tutilyapmiz endi. Her ikkala sohada, her ikkala yerda farqli imtihonga tutilyapmiz. Albatta bu masalani shuning uchun islomiy nuqtadan buningki haqiqiy hukmlari nima, tushunchasi nima, Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam bundaq musibatlarga, sınaqlarga qanday muomala qildi buni tushunib o'tamiz inshaalloh. Hurmatli ustoz, programmamizga bevosita kirsak albatta buni to'xtalishdan burun Rasulullah'nınki qanday muomala qilganligini, bu sınaq yoki imtihon bu hukmning ma'nosini biraz to'xtalsak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Biz şu 5imiz kilovatkan eğir küllerge toğır inkas qaytarış üçün bu imtihan sınaq degan bu temini nayati yaxshi tushunishga to'g'ri keldi. Chunki biz bu sınaqlarni 5imiz kelgan ishlarni to'g'ri shaklda tushunsak, buning ham to'g'ri pozitsiyada bo'la olamiz, to'g'ri muomala qila olamiz. Endi imtihon degan gap bizningki diniy tushuncha bo'yicha aytgan vaqtida bu biz yashayotgan bu yer sharidagi hayotlik imtihon dunyosi. İnsan bu dünyada yaşaydiken davamlıq imtihan üstüdü buludu. Ya yaxşılıq bilan imtihan qılındı, ya yamanlıq bilan imtihan qılındı. Ya Allah'a taat ibadet qilishdan imtihan qılındı, ya ki Allah'a asi bo'lishdan imtihan qılındı. Ya ki kisellen imtihan qılındı, ya sağlamlıq bilan imtihan qılındı. Ya ki baylık bilan imtihan qılındı, ya kambag'allik bilan imtihan qılındı. Ya ki bizdek acizlik bilan imtihan qılındı, ya ki güçlük bilan imtihan qılındı. Xo'sh. Demek bu dünya imtihan dünyası. Şunun Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de Tebarakellezî biyedihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadir. Ellezî halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsanu amela. Allah Subhanahu ve Taala muşu dünyanı, muş hayatlıqını ve ölümünü yarattı dedi. Muş hayatlıqını yarattı, ölümünü yarattı. Nima üçün sana sizlerinin qaysinglar eng yaxshi amalni qiladi? Bunu bilish uchun, bunu imtihan qilish uchun yaratdi dedi. Shuning uchun bu dunyoning asli o'z imtihan dunyosi. Bu hayotlik asli imtihan. Biz Müslümanlar bunu bundaq düşünüşümüz gerek, hem bundaq iman etişimiz gerek. Biz yaşaydigan, biz haqiqiy hayotlik bu emas. Haqiqiy hayotlik bu emas. Bu hayotlik yer sharidagi bu o'tkinchi hayotlik faqat biz imtihan beradigan bir hayotlik. Bizningki 30 yil, 40 yil, 50 yillik ömrümüz şu imtihanning vaqti. İmtihanning temillari olsa muş dünyadaki zibu zinnetler. Muş dünyadaki ben diyendek kisellik, sağlamlık diyendek muşu işler hemmesi imtihan. Şu qatadın hazır bizden acizlik imtihan. Öz vaqtida biz Uyg'urlar öz vaqtida ait güçlük bo'lgan. Güçlük davrimiz imtihan, acizlik davrimiz imtihan. Şunun için bu dünya Allah Subhanahu ve Taala ve la nabluwannakum bi şey'in minel havfi vel ju'i. Biz çoqum sizlarni imtihan qilamiz dedi. Xo'sh. Bu yani Müslüman bulup men imtihan kelmaydi deb herkes o'ylash xato bu. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna ve hum la yuftanun dedi. Yani amenna da biz Müslüman bulduk deb qo'yib imtihan qilinmaydi deb gumon qilamdi dedi. Deb bulup bel fatannallazina min qablihim. Belki sizlardan burungi kishilarni imtihan qildik degani, o silinib qotgan emas, bu dunyoning qonuniyati, Allohning yer sharida bekitgan qonuni bu, imtihan qilish degan deydi. Xo'sh. Shuning uchun bu dunyo imtihan dunyosi. Alloh subhanahu va taolo shuni nima deydi? La tublawunna fi amwalikum wa fi anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira deydi. Sizlar pul bilan imtihan qilinsizlar. Jininglar bilan imtihan qilinsizlar va ahli kitobdan va mushriklardan sizlarga aziyat keladigan gaplarni anglaysizlar deydi. Yani müşriklerden aziyat kıldan gapdan özümü, yani biz muş kafirlerden bizden kilovatkan aziyetin özümü neymi o? İmtihan deydi. Dep bulup ve in tasbiru ve tettaku eğer siz sabır qilsanglar deydi. Ve hakiki takvadar bo'lsanglar fe inne zalike min azmil umur. Mana bu imtihandan qutuluşunu Allah köstüp birinci sabır qilish. İkincisi takvadar bo'lish. Ramazan ayı takvadar bo'lish ey.
Çünkü insan takvadar olsa onun iş hareketinde gap sözde özgürüş buldu. Kılıplaşıdı. Yani bu başka tema o. Demek bu dünya imtihan dünyası. Xo'sh. Ahiret çoğu dese, xuddi bu dünya imtihan dünyası olgandek, ahiret ceza ve mukafat dünyası. Şu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerreçilik yaxşı qısan onun mükafatını alırsan, zerreçilik yaman iş qısan onun cezasını mı alırsan? Demek bu dünya imtihan dünyası bulup bunun netincesi görüldüğün dünya ahiret değildi. Bu dünya fani bolganda ahiret jo baki dünya. Şu bu dünyada fani dünyadayız, ahiret ne baki. Şu Allah Subhanahu ve Teala ahiret hayatını dedi. Ve inne daral ahirete lehiyel hayavan dedi. Ahiret hakiki hayatlık dedi. Siz bu dünyada hakikatini yaşamayısınız dedi. Hakiki yaşaydığı ahiret dedi. Oylap baksınlar. Mana bu kıymet qarashini, bu tushunchani musulmonlar bilish kerak. Yani o nima deb bizga mana shu kun kelganda, nima deb biz bu dunyoga rohat ko'rib, farog'at yashag'ili kelmadik. Faqat Alloh subhanahu va taolo bizni jannatda yaratdi, Odam alayhisalom jannatda yaratib, undan keyin jannatning qadrini bilish uchun, kimning jannatga loyiq emasligi uchun bu dunyoga tushirib, unda bo'lsa seni imtihon qilaman deb bizni imtihon qiladi. İmtihan qilganini bildirish uchun bizga Qur'on nozil qildi, payg'ambarlarni avatdi, yaxshi amalni bildigan aql berdi. Qilib oxirsida bizni bu imtihonni bilsak, demak bu kofirlardan bo'lgan bizning bu kurishimiz haq bilan nohaq o'ttirsida kurash, botil bilan haq ustida kurash. Buningga biz yaxshi javob bersak, ya'ni Alloh subhanahu va taolo masalan imtihonning ba'zi matematik bo'ldi, ba'zi fizik bo'ldi, ba'zi ximiya bo'ldi. Bizning imtihonimiz mana shu Xitoy kommunistlar shu hozir. Muş davrda yaşayotgan musulmonlarning bizning imtihonimiz shu. Tamam. Shuning uchun imtihon. Endi bu imtihonni qanday kelib chiqadi degan vaqtida bir musulmonlar tushunish kerak. Biz musulmonchilikda mening o'zimga qarata mas'uliyatim bor. Qanday mas'uliyat? Alloh mening badallarimni sog'lom qildi. Alloh menga bir aql berdi. Muş man bergen imkaniyat, meyli maddi imkaniyat olsun, meyli akli imkaniyat olsun, meyli cismani imkaniyatim olsun, muşnun özü men üçün intihama. Allah muş bergen nesini men cayda Allah buyurgan nesini işletandı ben, bunun buyurmagan nesini işletandı ben. İkincisi, bir şahsının ailesi bo'lgan mesuliyeti bu imtihanı. Mesela, bana nispeten ayalim, ballarim, ata-onam imtihanı. Ben bir aile buluşup, ben bir aile ilgisi buluşsan, ata-onam men üçün imtihanı. Şu ata-onamni xizmatini qilib, ata-onamga yaxshilik qilib, ballik mecburiyetini ado qildimmi, qilmadimmi? Agar dada bo'lsam, dadlik mecburiyetini ado qildimmi, qilmadimmi? Agar er bo'lsam, erlik mecburiyetini ado qildimmi, qilmadimmi? Anandan keyin islom dinida tuqqandoshlik degan narsa bor. Buning o'zi bir imtihan. Ben tuqqandoshlikni yaxshi qildimmi, qilmadimmi? Anandan keyin bizningki evlatlarımız için, yani kelajaktagi evlatlarımız için biz yine bu imtihan var. Yani kelajaktagi evlatlarga şuna ama ularni yaxshi tarbiyalab, ularni aqida jihatdan, ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan ular kelajakda bir odamdek yashash uchun bir sharoitni hazırlandikmi? Bu bir imtihan. İmtihan nereden kelib chiqdi bo'lsa, mana bu yerdan kelib chiqdi imtihan. Anandan keyin biz başka məxluqlara nisbətən imtihan, bizim təbiət biz üçün amanat. Bu tuproq biz üçün amanat. Yani ətrafımızdakı məsələn qoy, kalamış, üsümlüklər hamımız biz üçün imtihan. Şunu cayda işlətdikmi, cayda işlətmədikmi? Şunu Allah Subhanahu taala bizning yer şarını güllendirinlar dedi. Vellezî enşa'akum minel ardı vesta'marakum fiha dedi. Allah seni yer şarını yarattı, yer şarını güllendirishini talep qildi dedi. Demek biz təbiətni imtihan qılamiz. Yer şarını güllendirdikmi ya vayron qildikmi? Demek bu hayatlıqның bunu muşni biz imtihan dünyası deymiz. Yani bu dünya imtihan dünyası, ahiret ceza mukafat dünyası. Bu imtihanның sualları bana şundaq. Ben özümge qarta məsuliyetimni ada qildimmi, aile qarta məsuliyetimni ada qildimmi, evlatlarımga qara məsuliyetimni ada qildimmi? Muşunun hammasi imtihan. İmtihan tushunchisi mush şu anda. Xo'sh. Rahmat, endi biz
Her bir müminninki davamlı holatda imtihan içinde her xil sınaqlarning ichiga ishkanligini so'zlab o'tdilar. Yuqoridagi mayli ota-onamiz bo'lsin yoki oilamizga yoki urug' tuqqanlar masalasida bo'lsin, bu masalalarning hammasi asosiyatan o'tgan programmalarımızda hammasini ayrim temada so'zlab o'tgan bo'ldik. Bugun ham shu sınaq inson ba'zan har xil bugun beshimizga millatdan beshiq kelayotgan shu ig'ir sınaqlarimiz bo'lsin. Muşnunğa nisbeten ve muşnunğa o'xshab ketadigan har xil bevosita insondan ig'ir, nihoyatda ko'p sabr talab qiladigan sınaqlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday muomala qiladi? Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa mayli oilasiga bo'lsin, urug' tuqqanlarga bo'lsin, qo'lim qo'shnilarga bo'lsin, biz so'zlab o'tgan darslarning hammasida eng mukammal o'rnak bilan o'tdi. Qanday muomala qilganligini. Ve de ig'ir insondan ciddi sabr talab qiladigan, ajoyib iymon talab qiladigan musibatlar yoki shu balo qazolar buning bilan imtihon qilinganda qanday muomala qiladi bunga? Endi hammamiz bilamiz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohning dinini jonli holatda bizga yetkazadigan vazifasi var. Qur'onni, masalan, Qur'on o'qiladigan Qur'on bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom jonli Qur'on. Endi shunda bo'lganlik uchun ham payg'ambar bizga namuna bo'lganlikdan eng ashaddiy imtihon qilinganlar shu payg'ambarlar bo'ldi. Masalan, ba'zi payg'ambarlar tirik bo'g'izlab etildi. So'ng payg'ambar alayhisalom mendek ig'ir kun ko'rgan, mendek bir imtihon qilingan odam yo'q degan. Hadisda bor. Ham Imom Ahmad rahmatullohi alayhi naql qilgan İmam Albani rahmetullahi sahih degan bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Eşeddun nas bala'an el-enbiya deydi. Summel emselu fel emsel. Yani en qattiq imtihan qilinadiganlar payg'ambarlardir. Ondan qalsa shu payg'ambarlarning misollardir, yani payg'ambarlarga o'xshab ketadigan yaqin kishilardir deydi. Xo'sh. Yani demak biz asli buni mana bu yerda nima tushunamiz degan chog'da imtihan qancha ig'ir bo'lsa, biz Allah'a yakın ve Peygamber'e yakın gitmeyen kişiler kadar bilsek oldu. Elhamdülillah. Mana bu biz Uygurlarının ki yer şarida en qattiq imtihan qilinayotgan biz deb kelyapmiz hamda. Hozir dünya imtihonga to'liq. Dunyoda xotirjam bir musulmon yo'q hozir. Masalan, ammiyada arkan deb qo'yamiz. Islom hatta islom davlatlar deyotgan davlatlardami haqqoniyatni so'zlayotganlar turmada qarang'i zindonlarda. Dünyada biz bütün bir millet buluş süpütümüz olan ağır imtihan duç keldik. Endi bizga din nima deydi deslar? Hey, to'g'ri, bu imtihan duch keldilar lekin ma dunyo vaqtlik dunyo. Bu vaqtlik dunyo. Haqiqiy hayotlik oxiratda asl buni to'g'ri muomala qilinglar demoqchi edim bizga. Eng qattiq imtihan qilinganlar payg'ambarlar, ondan keyin shu payg'ambarlarga misoliyan o'xshab ketgan odamlar. Deb bo'lib har bir inson diniga yarasha yubtalar rajul ala hasbi dini deydi. Hamma odam diniga yarasha imtihon qilindi deydi. Buning degan gap. Ba'zi odamlar to'liq o'ttirning imtihoni qilindi, ba'zi odamlar oliy maktabning imtihoni qilindi, ba'zi odamlar Harvard universitetining imtihoni qilindi deydi. Hamma odam diniga qarta, iymoniga qarta imtihon oldi deydi. Yani demak imtihonimizning ig'ir bo'lishi bizning erishadigan neticemizning shu imtihondan o'tib qolsak oldigan mukofotimizning yuqorligini bildirdi. Harvardga o'tilgan imtihon bilan odatli normal universitetdagi imtihonniki nimiz o'xshamdi? O'xshamaydi, dars o'xshamaydi. Shunday emasmi? Shuning uchun bu imtihon bizga shuni bildirdiki, demak bizning iymonimiz kuchli bo'lsa, shuning uchun imtihonni endiganligimizda bir va in kana fi dini riqqa dedi. Uning dinda bir nozuklik yanda yataqda iymoni sal bo'shroq ekan deydi. Agar unda bo'lsa, shu iymoni bo'shroq odamdan bo'shroq imtihon elindi deydi. Deb bo'lib fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatruku yamshi alal ardi wa ma alayhi min khati'a deydi. Shunda qilib bir inson imtihoni qilinib yer sharida mushtaq izchil imtihon qilib oxirisida butun gunohlari yuvilib ketadi, yer shar xuddi farishtadek mushtaq qoldi deydi. Şu vatanimizdeki insan qarindoshlarimiz inşallah mushunda bo'lsa hamdi. Allah imtihon qildi, ular sabr qilsa, ular bir qalbida bo'lsin shu kofirlarga bosh egmay yashab qolsa, iymonini qalbida bo'lsin saqlab qolsa, demak
ularning har bir tatgan jafalari hargiz bekorga ketmaydi. Ana bu. Endi bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam imtihona qanday muomala qilgan degan vaqtda birinchisi Allohga bo'lgan iymonida mustahkam turgan. Qilcha bu Allohga bo'lgan ishonchisida bir tavrinib qolgan, bo'shab qolgan yeri yo'q. Bizning shu. Hozir ba'zi odamni qo'pab, "Voy, bizning asli bu bizning mushkun qo'ygan islom dini. Biz dinga kirib boshda bo'lgan desa, ba'zilar tek dinni burmulab boshqa bir yerga tatib baqsa keldi. Biz mush din demek mushta qoldik. Bu dinni azroq aynamayni to'lg'ab besh chiqib baqsaq deydigan. Shuning uchun birinchi payg'ambar alayhisalom Allohga bo'lgan ishonchisini qat'iy bo'shashtirib qo'ymagan. Masalan, o'ylab baqsanglar, Nuh alayhisalomni olaylik. Allah paroxot yasa debdi. Nuh alayhisalom paroxotni bir do'nglikda bir quruqlikda yasadi. Lekin shunda bir payt kipti, qanday bo'ldi? Osmondan, yerdan suv chiqib, paroxot shu chog'da ishladi. İbrahim alayhisalom o'tqa tashlandi. O'tqa tashlabdi, Jibril alayhisalom kelib, "Ey İbrahim, bira hajdan bormi?" debdi. "Sendinmi?" debdi. "Ha" desa, "Senda hajdim yo'q." debdi. Allohdan cho, tila Allohdan hajdim olsa, "Men tilimsam Alloh mening nima hajdim ekanligini biladi" deb javob berdi. Shunda ishonch Allohga bo'lgan ishonchimdi. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi va sallam masalan Musa alayhisalom qissini o'qisak, keyindan 400 ming askarlar Fir'avn qo'g'lab keldi. Oldida dengiz bor. Shu chaqdagi qavm nim dedi? "Inna lamudrakun" dedi. "Voy, bizni tutib oldi" deb tugdoq debdi. Musa alayhisalom dedi. "Kalla, hargiz bunda emas, biz tugmadik. Inna robbi sayahdin." Allah bana yol gösterdi dedi. Bana Allah çıkış yol verdi dedi. Şu an bir koyuna haydaydan bir yer hası bilen denizden öptü, deniz işkiye bilindi. Yani birincisi Allah'a bo'lgan ishonchisini yo'qotmadi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela hicret kıldı Peygamber Aleyhisselam. Hicret kılıp G'ar Savrida müküp yattı şuna ko. Bu G'ar Savr degan bir tağ. Şu tağninki sal bir azroq bir past yerda bir o'nkiryapti. Shu yerda yatsa kafirlar ash o'nkini ustiga chiqib bundoq taraf-tarafga qarab Muhammad alayhisalomni izlaydi. Abu Bakr dedi, "Ya Rasululloh, shunda putni uchi qarshi bizni ko'rdi" debdi. "Ey Abu Bakr, ma ra'yuka?" Bisnayni vallahu salisuhuma. Ey Allah üçüncüsü olgan bu iki adamdan g'amima Allah bor dedi. Mana bu musibatga eng muhim narsa Allohga bo'lgan ishonchini qat'iy yo'qotmaslik. Allah'ның qudratiga, Allah'ның bu inşallah bizni qutqizishga bir kuchining yetganligiga, kafirlarni yer bilan yakson qildiganligiga qat'iy ishonish va Allohga bo'lgan iymonimizda mustahkam turish. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muş balay afatga sabr qiladi. Biz ham hozir nurg'unlarimiz, ruhimiz tushib, hatto nervlarimizdan chataq chiqib mushta ishlarni qilyapmiz. Hatto bu imtihan bizning axloqimizni, oliy janobligimizni buzyapti hozir. Biz Uyg'ur xalqi bir-biriga ait kuyimchan, bir-biriga mehribon, adab, axloqliq bir millatdik. Muş musafirchilikda muş beşimiz kelgan balay afat mehribonligimizga hatto tuqqandoshligimizga ta'sir o'tkazdi. Bir-birimizni ig'olmaydigan, yuraklarimiz qitib, bir-birimizga bir meni shafqat yetkazadigan ish azlab ketib bordi. Amniyatda biz sabr qilishimiz kerak. Masalan, o'ylab baqsizlar. Nuh alayhisalom 950 yil da'vat qilib, o'zining bir o'g'ilni musulmon qilmadi. Sabr qildimi, qilmadimi? Sabr qildi. İbrahim aleyhisselam'ni Allah özünün kulu bilen 120 yaşlı kögen 120 yıl bir farzand kögen balısını özünün kulu bilen boğazlaşıp borup qanak şunun sabır kılıp özünün balısını bıçak sürdü. Nima uchun Allah bu qislarni bizga so'zlaydi? Nima uchun bu İbrahim aleyhisselam'ni bizga o'rnak qildi? Qur'oni Karimda inna İbrahim kana umma deydi. İbrahim aleyhisselam bir ümmet.
Bütün bir milletning ishini qildi deydi. Ka'bada namoz o'qitadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Uqubat ibn Abu Mu'ayt kelib payg'ambar alayhisolamning yoqasidan tutib, chappunni bo'yniga yo'gab turib, shunday tizini payg'ambar alayhisolamning dumbiz qo'yib boshqa siqil tagdi-da endi. O'ylab qo'yasizlar. Shuna shu holat tug'anda Abu Bakr kelib, shundan Abu Bakr Abu Mu'aytniki Uqubat ibn Abu Mu'aytni majlisda eshitib o'tib, "Hey Alloh, mening Rabbim deganing mush zulmni qilamsa?" deb qutqazdi. Yana bir kunsi payg'ambar alayhisolam asha namoz o'qisa Abu Jahl bir nech ifloslamda o'ltirib, "Hey, paloni bir to'g o'tiribdi. Ash to'gining zasini kim akilib Muhammadning beshiga otib qo'ydi?" desa, bir ablaq berib, ash zasini akilib Rasulullohning beshiga to'gining zasini otib qo'ydi. Payg'ambar alayhisolam beshini ko'taramidi? Fatima anamiz kelib tatib yurib aram payg'ambar alayhisolamni qutqazlashadi. Mushkullarni ko'rdimdi. Anadan keyin o'zining yaqin tuqqanlari payg'ambar alayhisolamni sarang dedi. Mecnun dedi. Sehrgar dedi. Yani o'ylab baqsa sizni bir odam yaqin kim o sarang desa, tuqqanlar sarang desa, boshqa odam nima deydi endi? Demak, payg'ambar alayhisolam mushuning hammasiga qanday qildi deslar? Sabr qildi. Chunki nima deb sabr qildi desa, bu dunyo vaqtlik dunyo. Bu imtihon vaqtlik. Hammani bir kunsi musulmonlar najotlik erishidi. Shunaqa Musa alayhisolamning biri kelib o'zining qavmiga "Ista'inu billah wasbiru innal arda yarisuha ibadiyas solih." Innal arda yurisuha man yasha. Innal arda lillah yurisuha man yasha min ibadi wa la'aqibatu lil muttaqin. Ey qavm, Allohdan yordam tilanglar va sabr qilinglar. Zimin Allah'ın, xalqan adamga Allah'ını berdi. Amma oqibat netinci mu'min Allah'ın bandalarga buldu. Biz bunu ishonch qilishimiz kerak. Yani mush kafirlar mushda bu ketamiz. Vallahi billahi bu ketmaydi. Biz mushunda xoralat tuyapmiz, yo'q, hargiz tugmaymiz. Bu vaqtincha imtihon, faqat biz sabr qila olsak, Allohga bo'lgan ishonchimizni chin tura olsak, chuqum oqibat bizga bo'ladi. Yana bir mush payg'ambar alayhisolamning musibatlarga, mush og'ir kun issiq sovuqlar tutgan pozitsiyasining bizga eng ta'sir qilgan bir narsa bor-ku. Xo'sh. Payg'ambar alayhisolam faqat mushu voysinib, qoqshab mushunda qilmagan. Mushu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning beshiga eng og'ir kun kelganligini, Rasulullohning beshiga kelgan eng og'ir kunning qaysi ekanligini agar Oysha onamiz so'rab, shuni Rasululloh depamigan bo'lsa, biz uqolmaydik. Hech qanday bir davrda payg'ambar alayhisolam, "Voy, men paloni kuni mushunda og'ir kunni ko'rdim" deb depaqmagan payg'ambar alayhisolam. Faqat Oysha onamiz so'ragandek payg'ambar alayhisolam depagan. Bu qanday deslar? Mushu Uhud jangida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki eng suyumli tog'isi va eng yordamchisi, eng yo'lanchigi Hamza roziyallohu anhu shahid bo'lib ketdi. Hem sahabelerden 70 sahabe şehit olup ketdi. Muş kunda Peygamber Aleyhisselam bütün hayatında öngürep jığlap baqa vaqt muşu deydi. Resmi bulduqlap, ovazını çıqırıp jığlap vaqt muşu deydi. Şuna Ayşe annemiz, "Ya Resulullah, senin beşinga manыңdan bir ağır gün kip baqtımı?" diye vaqtda, "Buningdan man bir ağır gün kip baqa." O bolsumu, men muşu Taifqa davet qilishdan chiqsam, mush Taifdikilar men bak og'ir zulm qilgan. Da'vatimni anglamadi. Uning aksicha meni ash Taifdan qo'g'lab, chalmi kesaklardan chiqaribdi. Yuzlarim qon, o'shunda chiqarayotgan kun, men eng og'ir kun shu deb payg'ambar alayhisalom o'ylab baqslar. Hech kimga bir voysinib, voy deb biz ondoq bu millatning yo'lida, bu vatanning yo'lida deb qaqshab, payg'ambarning hech kimga bir voysinib qaqshab manda qilib baqa yeri yo'q. Bu mu imtihoniga, mush sinoqqa qanday muomala qilishda biz ugun bo'lganlar. Biz olsak, biz degan o jinimizni verdik, pulimizni verdik, biz degan 30 yillik inqilobchi 20 yillik anda qilgan. Voy, men bu yo'lda qilmadim, nim qoldi bu millatga deb bunda qilmaysa deb voysinmaysa, chunki qilayotgan Alloh rizoligi uchun deydi. Deb manda bo'lish. Mush payg'ambar alayhisalom mana mush Oysha onamiz so'ramagan bo'lsa, biz faqat bunu bilmaydi. Demak, voysinmaydi. Eng oxirsida
Peygamber Aleyhisselam ümit vardı, qat'iy mundaq qilib ümidsizlanmadi. Davomli o'ylar. Peygamber Aleyhisselam'ın ümit varlığı adamның ahlini lal qilgan darajada shunda ümit vardı. Tamam? Men bununla ikki misal so'zlay. Peygamber Aleyhisselam'ın ne kadar ümit varlık ikki misal so'zlay. Özür billah Peygamber Aleyhisselam Mekke'den aran cenni elip Medine'ye hicret kıldı demiş şu cenni elip kaçtı hem de. Cenni elip kaçtı. Kaçış yolunda Peygamber Aleyhisselam'ı kim tutup ekelse yüz dögürmeyiz de Mekke müşrikleri ilan çıkardı. Şu ilanga şu mukaffatını alamayan deb Suraka ibn Malik Resulullah'ını tutup ekbirmen deb Resulullah'ını qoğlap Resulullah'a yetişip aldı. Şu çağda Peygamber Aleyhisselam dedi: "Ey Suraka, sen Kisra'nın altın bilezikini taqashni xalamsa." O'ylab baqsizlar. Can ep qaçıp Medine'ye gitip adam hazır biz vatanda sarganda o'rab yurgan bilan kelgusida Tiananmen yani Beijing bizning bo'ladi desa, nima zangli qilishimiz mumkin? Kucharingni nima qiladi degandek shunami? Yani Resulullah'ın diyen gibi uqib qo'y. Men hozir jinini qechib ketmagan bilan shunda bir kun keldiki, men Kisrani, yani Paris imperatorligini fatih qilib, ash imperatorining menda tutib turadigan oltin bilezikini sang bermadi dedi Peygamber Aleyhisselam. Bu nimani bildirirsa ümit, arzu. Mesela öz vaqtida Uyg'urlar 13 milyon kvadrat zemini so'ragan, yani Köktürkler 550 miladi 551-yili qurilgan Köktürk davlati nayt qisqa muddat ichida 13 milyon kvadrat metr zeminni so'ragan. Bizning tariximiz o'tgan bu ish. Tamam? Yeni inşallah biz hozirgi ahvolimiz haqiqatan echinishli. Yani dunyoda bizdan bak bichora adam yo'q endi. Lekin shunda kunlarga ishonishimiz kerakki, Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Her qandaq bir taschilik bilan tang osonchilik bor dedi. Bizga shunda kunlar keladiki, bizmi bir davlat bo'lib, shundami? Hatto bizga hozir ko'zini ilmaganlar bizning vatanga kirish uchun elchixonalarimizda uchrab turadigan kun keldi inshaalloh. Bu Allah, bu dünya kanuniya dünya. Bu tilkel ayyamu nudawiluha beynen nas. Biz bu kunlarning kishilarning başında aylanib turibmiz. Yani ayning 15 qarang'u 15 oydan yig'laganlar yig'lab qolmaydi, kulganlar kulib qolmaydi. Bu Allohning Qur'ondagi qonuni bu. İnşallah bizning avlodlarimiz mush gapni anglagan vaqtida kin biz o'lib ketib qolsakmi, bu kunni biz ko'gil Alloh nasib qilsin. Agar biz ko'ramay qolsak, bolalarimiz mush gapni anglab, ota-onalarimiz haqiqatan ulug'vor, to'g'ri gapni qilgan ota-onamiz bizning mush kunimizni ko'rib ekan deydi. Biz shuni ko'rgandek gap qilamiz. Chunki Allohga bo'lgan iymonimiz, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ishonchisi va umidvorligi bizning mush umid bor. Shuningga o'ylab baqsizlar, insonni dinden çıkarıtılan amilinin birisi ümitsizlik. Evet. Müslümanı murtad kılıyordu cuma, eğer ümitini yok alsak biz. Şunun için Resulullah'ın şu en musibet kıldığı muamellerden birisi yani ümit var. Mesela Uhud cengidə, ademə Xandaq uruşuda. Şundama Xandaq uruşuda yana alıqı Müslümanlar Xandaqni kolab etib, yoğun bir taş çıkıp kaldı. O taşını hiç kim bilir tamamıyla Peygamber Aleyhisselam kulağa taş çakıdığan anda biz bazgan desek ama. Bazgan deydi. Birini uruptu, ot çıkıptı. Allahu Ekber, Allah bana Faris'ninki baylıklarını fetih kıpırdıgan oldu. Hem birini urup Allah bana Rumni fetih kıpırdıgan oldu. Şu anın saraylarının temiküründe. Yani Müslümanların en iğir günü baş görgen gün şu. Nimdeydi o? İzbelagatil kulubul hanacir. Ve zulzilu zilzalen şedida. İzbelagatil kulubul hanacir. Ve tezunnuna billahi zununa. Aşu ahzab günüsü. Ahzab. Gazvetil ahzab koymuş o. Gazvetil ahzabda onu Xandaq uruşum deymiz biz. Şu günse Müslümanlar qo'rqanchiqligidan qo'rqib ketganlikdan, çünkü düşman 10 ming, Müslümanlar aran 3 ming.
Yürekleri ağzıga tıkılıp kaldı deydi. Ve ular qattiq tavır. Hatta Allah'ın va'disida ba'zilar gumon qilishga boshladi deydi. Xo'sh. Mushundaq bir paytda Rasululloh men Farisni fatih qilaman, men Rumni fatih qilaman, hozir Yevropani fatih qilaman deyotdi. Buningdimi cho'ng umid borman. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlar agar mu'min musulmon bo'lsak, qat'iy umidni yo'qotmaymiz. Şu hazır vay kuchlik bu Xitoy hamma narsa Madin China bo'lib ketgan bilan tehi 25 yil 30 yil bo'lsin O'rta Osiyoda nima deb atildi? Kesal ko'psa deb atildi. Kesal ko'psa. Dunyoda. Ha, dunyoda kesal ko'psa deb atalgan millat. Inshaalloh bu nihoyat o'tkinchi davr. Biz bunga yaxshi javob qilaylik, bu imtihondan yaxshi o'taylik. Rasululloh qanday muomala qilgan bo'lsa, biz ham shunday muomala qilaylik. Üstünge bir rahmetlerimden şu sınaklardaki, müşterideki Allah'ın hikmeti hakkında biraz sohbet. İmtihanınki hikmeti, sınaklarının hikmeti. Aldı olan Allah Subhanahu ve Taala'nın El-Hakim degen sübütü var. Yani her kandak işlerini hikmet bilen kılıdı deydi. Şunun için çünkü Allah kichik bola bir ishni maqsadsiz qiladi. Xo'sh. Kichik bolaning qilgan ishida bir ma'nosi yo'q, ammo Allohning qilgan ishida cho'qim bir ma'no bor. Buni bilganlar bilsin, bilmaganlar bilmasin. Hamda Allohning shu imtihon qilishdagi hikmatlarining eng cho'ng hikmatining birisi imtihon qilgan odamni yuksaltirish. Yuksaltirish. Yani imtihana sil yüksildiğen şota yoki ko'rik, sil ütüdiğen ko'rik. Ahiratda cennet kirish uchun pilsarat ko'rikda o'tamdi o'tmamlar. Ütimiz shunda qo'sh. Dal imtihana bizning cennet kirdiğen pilsarat ko'rigimiz. Mush dunyoda bir Allah bir bandani yuksallandirmoqchi bo'lsa, shuning bir sha'nini ko'tarmoqchi bo'lsa, şu adamni Allah o'ziga yaqin qilib tanlab olmoqchi bo'lsa, Allah imtihan qildi. Masalan, Adem alayhissalom jannatda yashadi, shunami? Jannatda yashadi, normal odam. Ammo yer shariga tushgandan keyin Allah qanday qildi? Tanlab elib, payg'ambar qilib tanlab oldi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo bizni imtihan qilishdagi asosliq muhim maqsadlardan birisi bizning sha'nimizni yuqorlatmoqchi, bizni yuqori bir darajaga ko'tarmoqchi, bizni yani mandaqlar aytaysizlar. Oliy maktabga o'tish uchun imtihon beradi bermamlar. Imtihon berlar. Oliy maktabga o'tmaydigan shu imtihon bermaylar. Oliy maktabga o'tmoqchi bo'lsa imtihon berlar. Oliy maktabga o'tib magistrlik o'qimoqchi bo'lsa imtihon berlar. Doktorlik bo'lsa imtihon berlar. Agar doktor bo'lmaydingizlar imtihon bermaysizlar. Xo'sh. Shuning uchun imtihon berga yaxshimi, bermaga yaxshimi? Imtihon masalan bizga oliy maktabdan chaqiriq ketdi deb qo'shib kutimizga imtihona bizga oliy maktabdan kelgan chaqiriq. Ya yaxshi berib oliy maktabga o'tamiz. Ya o'tmaymiz. Shuning uchun imtihona biz yuksildigan shota yoki biz jannatga boradigan ko'rik. Shuning uchun imtihon qilindi. Yani imtihon qilish normal aqlga uyg'un bir ish. Siz odatda bir odamni bir xizmatchilik olmoqchi bo'lsa, imtihon qilmamlar. Da ikki og'iz gaplashib qaytaroq deb. Bu qonuniyat, yer sharining qonuniyati bu. Lekin imtihondagi hikmat mana bu nima desa bizni eng buyuk cho'ng bir g'oyaga yetkazmak uchun Allah bizni imtihon qildi. Bu bir. İkincisi Allah subhanahu va taolo bir millatni deydi. Bir millatni qudrat topqizmoqchi bo'lsa, bir millatni ziminda xo'jayin qilmoqchi bo'lsa imtihon qildi deydi. Shu İmam Shafiydan Allah imtihon qilsa yaxshimi yoki Allah qudrat bersa yaxshimi degan vaqtida siz imtihon qilmay turib qudrat topolmaysizlar, sizga qudrat berilmaydi deb javob bergan. Shunga Allah subhanahu va taolo İbrahim aleyhisselamni, Nuh aleyhisselamni, Muhammed aleyhisselamni qanday qildi? İmtihon qildi. Sabr qildi, ziminda qudrat topdi. Mesela Yusuf aleyhisselam. Bu Yusuf aleyhisselamning qissasi oldi bilan inilar o'zining tuqqanlari quduq tashlatdi, shunami? Bu bir imtihon bo'ldi. Keyindan qul qilib setilib Zulayxani uyiga kirib, Zulayxa chiroyli bir ayolning imtihonini qilindi. Shunami?
Bu imtihan bo'ldi. Ondan keyin turmuq kirdi. Turmuq kelib, turmuqda imtihan qilmadi bu. Mushu quduq tashlanmagan bo'lsa, Zulayxa bilan uchrashmagan bo'lsa turmuq kirmaydi. Turmuq kirmagan bo'lsa, podshohning ikki saqisi bilan uchrashmagan bo'ladi. Podshohning ikki saqisidan uchrashmagan bo'lsa, podshohga yiqilishamaydi. Podshohga yiqilishmagan bo'lsa, amalmansam tutanmaydi. Amalmansam tutanmagan bo'lsa, millatni qutqizolmaydi. Xo'sh. Demak, imtihon bir odamni qudrat topqizish uchun, u odamni bir kuchli qilish uchun imtihon qilindi. Xuddi tümürni pulatga aylandırmoqchi bo'lsalar, o't qisilib, kuydirib tavlagandek imtihon bizni shu odamning kelajagininki kuchlik bir qudrat egasi bo'lish uchun imtihon qildi Alloh subhanahu taolo. Ham bu hayotning qonuniyatim shu. Taz issiq, taz sovuq beşte o'tganda ana keyin bor. Üçüncüsü tanlash. İmtihanning asli imtihonning ma'nosi shu-chu. Xo'sh. Asli imtihanning ma'nosi da elgak tasqanni imtihon deydi-chu. Elgakda bunda tasqanni diyamizallohu khabisa min at-tayyib. İmtihanning ma'nosi tanlash. Chunki sil billah mushu beşimizga mush intihoni kelmagan bo'lsa, nurg'un odamlarni yo'g'on bilib yurar ekanmiz. Bizning damollimiz, bizning professorimiz, bizning doktorimiz deb yurar ekanmiz. Nurg'un odamni tunimay ketayotgandikmiz. Ama imtihon bo'libchi Alloh subhanahu va taolo tunitdi. Agar imtihon bo'lmasa, Sudays qarimning chiroyli ovozi bilan oldinib yurdik. Rasmiy yolg'onmi? Tamam. Voy, chiroyli o'qiydigan qarim ekan. Shuning uchun intama mana bu shundoq hammamizni sinaydigan, rost bilan yolg'onchilarni araydigan liya'lamallohu sadaqu va liya'lamanal kazibin deydi. Rostchilar bilan yolg'onchini araydigan. Bu bak yaxshimi? Bak yaxshi ish bu. Bo'lmasa qaraslar. Mushu ilqi sil birsini og'in tutula. 30 yil og'ini bo'lala. Shunda bir sinoq kelgandan keyin qana qildi og'ina rasulg'alig oshkorlandi. Demak, sizlar imtihon bo'lmagan bo'lsa 30 yil seni ahmoq qildi degan gap. Shu intama pat bo'ptus yaxshidir. Hatto bu intama sil men o'zimning qanchalik odam ekanligini bilalayman. Normal ahvolda men xuddi yaxshi musulmondak, nochi odamdak, noat irodlik odamdak o'zim qo'shta o'ylab qolaman. Shunda beşimiz intihom qanchadan bir oddiy bir misol so'zlab beray sizlarga. 92-yili men qog'iliq o'qiladim. Qog'iliq o'qilasa, qog'iliqda vaziyat chinkan, shundan yakanga tushib o'qidik. Yakanda o'qish jarayonida bir bayning balasi bor. Mash o'qisak bizni o'qil qo'ymaydi. Jihad qilayli. Mening imonim faqat chidimidim men deb maydisini mushunda qilib bizni o'qitmay jihad qilsak deb bizni men o'ylaydim buning imoni bak kuchli deb. O'sha 3 oy o'qigandan keyin saqchi akib solab qo'ydi. Solab qo'yib mendan so'radi. Ma sen yatgan uy kimning deb. Men bir tul ayol uy vergandan keyin, tul ayolni saqlab qolmayman. Bay o'lgandan keyin, imonchi bo'lgandan keyin, ashun deb biray deb uy aningni edibdi men. Desem yılqını bir damla motoru mindirip ekeldi. Ekilip meni so'raqqan uyning ishik akasi ayliq bichara yetib oldi. Hal saqchim dedi, "Go'y qoppasini beshaplaq samizaq yetib oldi" deb. Ayliq titrab turamaydi da endi. Intama bo'lish kerak. Osh bichara o'zining qancha ekanligini bilmaydi, shu chog'da bildayman. Shuning uchun intama, undan keyin intama buning hikmati bizni ogohlantirish. Shuning uchun imtihon agar bilsak biz uchun ne'mat. Imtihon biz uchun jazo emasmi? Fursatda oxirgi azobdan burun fursat. Sen kallangni silkivatgan. Adam bo'l. Darhol demak bizga yiqilgan qizil chiroq. Shuning uchun imtihon voy bizni beshimizga nima kildigan deymiz. Hey, hozir hammamiz shunda o'yinib baqaydi. Mush musibat kelib Uyg'urlar men o'zimning kim ekanligini, atrofimdagi kishilarning kim ekanligini, ma Uyg'ur millatining qanchalik bir millat ekanligini bilyapmiz hozir. Millet tavulunamatıdı, millet tavulunamatıdı, cağları, aqlatlari teşiqi chiqib ketib bordi. Bu bak yaxshi bir fursat. Shuning uchun bu himbirsi shu imtihon biz uchun ogohlantirish. Shuni Alloh subhanahu taolo deydi. Wa akhazna allazina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Biz ularning fasiq yani günah ötküzgenlik sebeplik ularni cezaladık deydi.
Chunki Alloh subhanahu taolo bizni jazolash orqali o'qitib qo'ydi. Hey sen xato ketyapsa, qopa o'rningdan. Tura, xatolik yo'ldan mang deb haliqi xuddi mashina haydab ketsa bir qizil chiroq yurib qoldi. Shunami? Nima uchun yurib qoldi? Demak, motorda masala bor demakchi. Ammo biz dörtlik qilib qizil chiroq yurib qolsa, mashinamiz chiroyli bir chiroq yurdi deb mingiversak, motori kadin chiqadi. Shuning uchun bu musibat bizga Allohning rahmi qilib yiqmagan qizil chiroq. Mehribonlik qilin. Mehribonlik. Oxirsda bu men dedim bu imtihonninki hikmatlari bakchiq. Albatta. Bu vaqt masalasidan oxirgi masalaga kelsak, bizni paklash. İmtihanın maqsadi bizni paklash. Chunki bu nima degan gap desizlar? Men oddiy bir misol so'zlayman. Agar bir turmuq jinoyatchi kirsa, shunami? O'lim hukm qilingan bo'lsa, xalqini qildab qo'yadi. Turmudagi o'lim hukm qilinganlarning hech qaysi ochiqini keltirmaymiz. Eng turmudagi nochada mash o'lim hukm qilingan. Nima ish qilsa, bu hamni o'lganda ekan, shunga nima kelib, turmuni boshqaradigan kadrlar kelib, ha, sen bir xalqining degina shuni qilib birmida bak, jo'zi bo'lib berdi deb qo'ydi. Aytayotgan odamga aqshimisi ajnoyati cho'ng jo'zini bo'lib berdim deb. Aytayotgan yaqin yaxshi tamoqni berib, yaxshi kiyimlarni berib shunday qildi. Ammo nima uchun u tugan odam? Ma tugmagan odamga azkin ogohlantirish berib, sen manchilik kesilding, manchilik qilding, manchilik yatsa deb uningga ogohlantirish berdi. Shunga o'xshash Alloh subhanahu va taolo bizni ogohlantirish uchun, bizni gunohimizni paklash uchun jazo berdi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom nima dedi? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta shawka yushakuha illa kaffara min khataya. Yani Müslüman'a yetken her kanda gam g'ussa, avarichilik, hatta putuq kirketken bir tal tikendan tatib Allah onun günahını yuvib ajr berdi deydi. Biz beshidim dedik. Başta hadisda en ağır imtihan kılındı Allah, peygamberler. Ahir sen bir adam özünün diniga yarasha imtihan kılındı. Hatta ki bir bende imtihan kılınıp bütün günahı tugab yarışarda periştede qilib qoldi degan hadisni o'qidik ayni. Demek bu imtihanın maqsadi Allah subhanahu wa ta'ala Allah'a getiş için yani. Bizni muş dünyada günahımızın juş fursatını verip özünü aldığa pakalat edip gidiyor. Çünkü ahiretinin azabı haqiqiy azap uyada buldu. Bu dünyada ötkinçe en yamını gelse ölüldü bu dünyada tügeydi. Öldü diyen gap, kutuldu diyen gap. Ahireti çoğu halidine fiha, ölüm yok. Menguluk. Şunun için demek biz men bunu muşunda so'zlab keldik hamda. Maqsad nima degan chaqda qarindoshlar, beshimizga kelgan baloy ofatni mushunda tushunish. Mushunga qarta bir musulmondek javob qaytarish. Hammasan inshaalloh bugun vaqt tushab qoldi. Fursat bo'lib qolsa, yana davomli bir dars qilsak, mushu baloy ofatdan nimani o'rganamiz? Ve biz bir Uyg'ur buluş sifatimiz bilan mush beshimizga kelgan baloy ofatga qandoq muomala qilamiz, qandoq inkas qaytaramiz? Buni agar fursat bo'lib qolsa, ertagi darsda deysak bo'ldi inshaalloh. Lekin qarindoshlarimiz, biz hozir Uyg'ur xalqi cho'ng bir imtihon ichida yashayapmiz. Xo'sh. Imtihonning mohiyatini tushundik. Bu dunyo imtihon dunyosi. Payg'ambar alayhisalom imtihonni qanday muomala qildi, uni deyishdik. Ondan nima uchun Alloh imtihon qildi, buni tushundik. Men bu Ramazonda bu gaplarni nima uchun deyishib o'ltiramiz degan vaqtda bu nurg'un odamlar ma beshimizga kelgan bu baloy ofatga to'g'ri pozitsiyada, to'g'ri bir inkosda bo'lolmay, ba'zilarimizning ro'yi chiqib ketib qolgan, ba'zilarimiz endi tugashdik deb vatan millatni unutayotgan, ba'zilarimizning nervis ojizlashib hozir xotindan dadin oldigan, ayollarımızın nervisi acilişip çeçilan qo'yib qoldigan unda emas. Biz hargiz mushu balay ofatlarga qandoq qarshi turishni bilib va qandoq muomala qilishni bilib, o'zimizni saqlab qilish, normalligimizni saqlab qilish, shunda bo'lgan chaqda davoyimiz davomlashadi, ibodatimiz joyida mangadi va chuqur bu davoyimiz g'alaba qiladi.
Agar biz bu ona to'g'ri inkos qaytaramasak, bizning psixikamiz buzildi, mijoz xarakterimiz buzildi, bu bizning avlodlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Bizning davoyimizga ta'sir ko'rsatadi. Hatto nim qilishimizni uqmay qilib, tingri qilib qolamiz. Shuning uchun bu imtihonning mohiyatini, xarakterini, hikmatini va qanday muomala qilishni bilish ajoyib muhim. Ko'pdan ko'p rahmat. İnşallah diğerlerdek tafsilatını yana atiki programımızda Allah ömür versin devamlaştırırız. Vaktimiz toşup kaldı müşahede ahırlaştırsak. Hakikaten sınaklığa hatta Ahmet Usta'nın söylediği bir kadarlık kırnaşan. Şu insan her xil sınaklığa hatta biz vatanda vaktimizden bildik o bazı insan şu bu musibettir, balağaza ama normalde insan doğru yolda mangallığa üçün mü? Yani dinimde mangallık üçün mü? Bazıda en yakın insanlarımız tarafından, ata-analar tarafından öz vaxtında nurgulluğun hemşehrilerimiz tatmağına kalmadı. Dini düşünç bulmaganlık üçün dinde men alıp kettin dep bolsa mı? Yak bulmaz cemiyetteki dostları tarafından kemsitildi, doğru yolda mangallık üçün. Yani bugün hem dünyada mesela doğru yolda mangallığınız üçün siz çetkik kılışınız, dininizi tutup mangallık üçün septen qalğandaki yoki sizni keyinde qalğanlar deb qaraydigan insonlar yo'q emas. Bugun ham bor bu masalamda. Demak, yani bir insonningki Alloh ko'rsatgan yo'lda menish jarayonida uchirgan har qanday narsa bu shuning bilan sinildi ekan biz ham dunyoda. Mayli eng yaqin do'stlaringiz tarafidan bo'lsin, urug' tuqqanlaringiz tarafidan bo'lsin, siz to'g'ri fikr qilganligingiz uchun, to'g'ri yo'lda menayotganligingiz uchun sizni kamsitib jamiyatning orqada qolgan yoki u bo'lgan bu bo'lgan deb sizni oraga olmaydigan bunda bir ishlar uchraydi hayotimizda. Demak, mushlarning o'ziga sabr qilib menish, haq yo'ldan qilchilik, dajimaslik, dadil holatda menish eng oxirgi g'albini Allohning mukofotiga erishishning vesilesi dunyoda shunday imtihon berdi ekanmiz hamda. Har insonning har xil shaklda Rabbim bu sınaqlarga, imtihanlarga to'g'ri shaklda javob berishga loyiq kuch-quvvat, iymon ato qilsin. Tilaymiz Rabbimizdan. İnşallah Rabbim ömür ve saatlik programımızı görüşükçe aslan Cenab-ı Allah'a tavşırımız. İcabetlik dualarına bizler için hem dua kılışını unutmayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya Seyyidel